Assalomu alaykum hurmatli sport muxlislari, qadrli teletomoshabin do'stlar. Sport telekanalida universal jang. Ayni daqiqalardan boshlab poytaxtimizga Jar Sport majmuasida tashkil etilgan 6 yoshdan 15 yoshgacha bo'lganlar o'rtasidagi Osiyo ochiq chempionatini kuzatishga sizlarni taklif qilamiz. Demak, universal jang va albatta ular orasida qatnashchilar orasida hamyurtlarimiz ham juda ko'pchilikni tashkil qiladi. Bir so'z bilan aytganda, juda ham qiziqarli, murosasiz jang va aynan albatta o'ziga xos bellashuv yosh toifalardan kelib chiqib va ular albatta bu musobaqa sizlarga albatta manzur bo'ladi degan umidamiz, chunki bundan avval ham ayrim bosqichlarni sizlar bilan birgalikda kuzatib borgan edik. Bugun esa yanada qiziqarli bosqichlar, chunki yosh toifalar ham sekin asta, vazn toifalar ham ko'tarilib bormoqda, bellashuvlar ham shunga monand tarzda yanada qiziqarli bo'ladi deya ishonch bilan ta'kidlash mumkin. Ayni daqiqalarda qadrli muxlislar 40 kilogramgacha bo'lgan vazn toifasida yarim final jangi. Unda hamyurtimiz Ne'matullo Turg'unov qozog'istonlik Quvanish Kumushbekka qarshi bahs olib boradi. Bu Quvanish Kumushbek ko'k libosda va uning raqibi albatta hamyurtimiz ekanligini aytib o'tdik. Bahsga start berildi. Quvanish Kumushbekni ko'ryapsiz. Bu esa Ne'matullo Turg'unov. Bu yerda biroz xatoga yo'l qo'yganligini ko'ryapsiz. Quvanish Kumushbek qaytadan harakatni amalga oshiradi. Bu paytda esa Ne'matullo Turg'unov allaqachon so'nggi manzil sari oshqayapti. To'slardan ustidan ostidan o'tish. Bu esa jarima ishlaganligi bois Quvanish Kumushbek mana endigina tankni nishonga oldi. Bu esa to'pponchadan otish, mana endi u so'nggi manzil sari oshqayapti. Ne'matullo Turg'unov esa uni kutishda davom etmoqda. Darhaqiqat 25 soniya atrofida vaqt beriladi. Birinchi bosqichni bajarish uchun agar uning teng yarmidan agar ortib ketadigan bo'lsa, bu yerda g'alaba muddatidan avval beriladi. Adashmasam bu yerda 15 soniya atrofida farq bo'ldi. Shu bois endi albatta sportchi Ne'matullo Turg'unov muddatidan avval g'alaba qozongan bo'lishi mumkin. Ana shu jarayon ko'rib chiqilmoqda bu yerda hakamlar tomonidan va g'olib Ne'matullo Turg'unov ekanligi e'lon qilinyapti. U juda chiroyli tarzda ana shu chaqqonligi evaziga g'alabaga erishmoqda. 40 kilogram vazn toifasida yarim finalning birinchisini ko'rdik. Endi siz bilan birgalikda ikkinchi aynan ana shu vazndagi bellashuvni kuzatamiz. Biz Hursanalixon Rashidovni ko'ryapmiz, Mega Sport klubi vakili. Unga Nurissa Mirzabek raqiblik qiladi. Nurissa Mirzabek mana ko'k libosda qozog'istonlik sportchi. Bu esa Hursanalixon Rashidov boshladi. Hamyurtimiz O'zbekiston vakili, bu esa qozog'istonlik sportchi Mirzabek. Nurissa demak hozircha nisbatan oldinroq Rashidov. Mana endi jarima ishlagan ko'rinadi. Jarima ishladi Mirzabek. Shu bois qaytadan ana shu tunneldan o'tish vazifasini bajardi. Hamyurtimiz esa nisbatan faolroq oldinga. Mana endi u gilam sari oshqayapti Rashidov va allaqachon yetib bo'ldimi? Mana qo'lini gilamga urdi. Nurissa Mirzabek esa mana sekin asta to'slar ustidan ostidan o'tgan holda so'nggi gilam sari yaqinlashib keldi. Oradagi farq katta emasmi? Hozirgina ko'rdik. Aynan ana shunday holat evaziga Ne'matullo Turg'unov g'alabaga erishgan edi. 15 soniyadan oshib ketgan bo'lsa, Rashidov g'alabaga erishgan bo'ladi. Yo'q, unday emas ekan. Har qalay mana Rashidov va Mirzabeklar gilamga taklif qilindi. Rashidov dastlabki ochkosini qo'lga kirityapti. Yaxshi boshladi Rashidov. Ketma-ket ballar, 2 ball. Bu 12-13 yoshgacha bo'lgan sportchi o'rtasidagi bahs. Biroz mana shu harakatlar keskinlashadi. Yana 1 ball bu yerda. Hursanalixon Rashidovga Mega Sport klubi vakili
Hozircha mana endi muvozanatdan chiqarishga bo'lgan urinish. Qarang qanchalik keskin harakat qilmasin, Rashidov tayyor ekan. Garchi gavda borasida tashqi ko'rinish Mirzabek Nurisada ustunroq. Qarang qanday tarzda qayrib tashladi va Rashidov ruhan ustunlikni allaqachon qo'lga kiritib bordi. Har jihatdan mana hujumlarni tashkil etyapti. Nurissa Mirzabek biroq mana shunday tarzda ketma-ket ballarni o'z hisobiga qo'shishda davom etyapti. Hursan Alixon Rashidov demakki yaxshigina tayyorgarlikka ega va bu yerda endi Mirzabek ham balni qo'lga kiritdi. Qarshi hujumda muvaffaqiyat qozondi. Bu albatta Rashidovni yanada hushyorroq bo'lishga undaydi. Mana endi 2 bal. Hursan Alixon Rashidovga yaxshi ancha mahoratli ekan, yaxshigina ko'nikmasi bor ekan Rashidovning. Anchadan buyon demakki bu yo'nalishda shug'ullanib keladi. Hatto yelkasi osha otmoqchi bo'ldi, lekin biroz jarohat olgan ko'rinadi Mirzabek. Hursan Alixon raqibining holatidan xabar olgandek bo'ldi. Albatta shifokorlar taklif qilinadi. Mirzabek Nurissa mana shu holatdan biroz jig'ibiyron bo'layapti. Albatta yosh umidli sportchi g'alaba uchun kelgan O'zbekistonga, ammo kutilmaganda mana shunday jarohat. Yana shuni to'xtatmoqchi bo'ldi. Bu yerda Bahriddin Sirojev, tojikistonlik Universal Federatsiya raisi, biroq shifokorlar albatta jangni to'xtatish kerakligini bildirdi va g'alaba o'z-o'zidan Hursan Alixon Rashidovga berilyapti. Demak, u Ne'matullo Turg'unovga qarshi bahs olib boradi hal qiluvchi finalda. Yana bir karra ko'rishimiz mumkin. Qirq kilogramgacha bo'lgan vazn toifasidagi ikkinchi yarim finalni ko'rdik. Juda ham qiziqarli bo'ldi. Va siz bilan birgalikda endi 50 kilogramgacha bo'lgan vazn toifasida Qozog'iston va tojikistonlik sportchilar bahsini kuzatamizmi? Betaraf maydon Toshkent shahrida ikki qo'shni davlat vakillari. Bu Qaysar Hasmanov, uning raqibi Rahmonali Davlatzoda. Mana Rahmonali Davlatzoda ko'k zudagida. Boshlandi bahs, birinchi bellashuv, birinchi bosqich. Tezlik kerak, biroq qayrilishlar albatta tez, oson emas. Hozircha Qaysar Hasmanov oldinda. Qozog'istonlik sportchi mana u tankni ham aniq nishonga oldi. Endi to'pponchadan nishonga urish bahsini amalga oshirdi. Xuddi shuningdek Rahmonali Davlatzoda ham harakatni davom ettirmoqda. Biroz kichik ochko farqi bilan tojikistonlik sportchi ortda qoldi. Mana endigina Davlatzoda so'nggi bosqichga yetib kelmoqda. Demak, Qaysar Hasmanov bu birinchi bosqichni muvaffaqiyatli yakunladi. Xo'sh, so'nggi kurash bellashuviga u qanchalik tayyor kuzatamiz. Hozircha Davlatzoda faolroqdek ko'rinyapti. Yo'q, Hasmanov osonlik bilan balni qo'lga kirityapti, bir balni. Mana endi yo'q, baribir Hasmanovga bal beriladi. Gavda borasida ustunroq Rahmonali Davlatzoda qanchalik tojikistonlik sportchi vaziyatni o'zgartira oladi, chunki ketma-ket raqibi ballarni qo'lga kiritdi. Yo'q, bu yerda gilamdan chiqib ketgan edi Davlatzoda. Bu yerda Hasmanovga ogohlantirish. Qoidaga xilof harakat qilganligi uchun. Yana Qozog'istonlik sportchi Qaysar balga ega bo'lmoqda.
Hasmanov. Bal beriladi albatta Hasmanovga. Yo'q, bu yerda ogohlantirish ekan. Qoidaga xilof harakat qilganligi uchun. Va bellashuv yakuniga yetmoqda. Qaysar Hasmanov. Demak, Rahmonali Davlatzodaning ustozi bellashuvni to'xtatishni so'ragan va muddatidan avval Qaysar Hasmanov g'alabaga erishmoqda. Yana bir karra ko'rishimiz mumkin ana shu sportchilar o'rtasidagi bahsning eng e'tiborli vaziyatlarini. Endi aynan mana shu vaznda ikkinchi bellashuvni kuzatamiz. Hamyurtlarimiz ikki O'zbekiston vakillari Azizbek Tolqinovni ko'ryapsiz. Diyorbek Abbosov unga raqiblik qiladi. Demak, Azizbek Tolqinov ancha faolroqmi? Yo'q, yotgan holda otish kerakligini ko'rsatdi. Baribir Diyorbek mahorat ko'rsatyapti. Ustasiga farqi yo'q degandek. Mana Azizbek manzil sari yaqinlashyapti. Xuddi shuningdek Diyorbek ham. Va bu yerda biroz xatoga yo'l qo'ygan Azizbek shu bois qaytadan bajardi va bu esa Diyorbekning foydasiga ishladi. Endi so'nggi bosqich. Diyorbek faolroq bo'ldi. Abbosxonov. Bu yerda Diyorbek Abbosxonov balni qo'lga kirityapti. Yaxshi boshladi bellashuvni, kurash bahsini. Bu albatta yosh nisbatan kattaroq, 12-13 yoshgacha bo'lgan sportchilar o'rtasidagi bahs. Shunga yarasha harakatlar ham o'zgacharoq, keskinroq bo'ladi. Va albatta bal beriladi Diyorbekka. Yana Diyorbek balni qo'lga kirityapti, 2 bal. G'olib chiqqan sportchi qozog'istonlik raqibga qarshi Qaysar Hasmanovga qarshi bahs olib boradi. Diyorbek yana mahorat ko'rsatmoqdami? Azizbekka qaraganda menimcha ancha ko'proq shug'ullangan ko'rinadi kurash bo'yicha. Azizbekning harakatlarida biroz boshqacharoq urinishni ko'ryapman. Menimcha u biroz jarohat ham oldi Azizbek Tolqinov. Albatta kurash bo'yicha Sardor Toshxo'jayev ham tajribali mutaxassis ham musobaqa tashkilotchilaridan biri ham aynan musobaqa manziliga yetib keldi. Osiyo Universal Jang Federatsiyasi mas'ullaridan biri Sardor Toshxo'jayev. Bahriddin Sirojev, demak mutaxassis Bahriddin Sirojev vaziyatni ko'rdi, bildi va jangni to'xtatish kerakligini bildiryapti. G'olibni endi qo'lini ko'taradi albatta. Diyorbek Abbosxonov g'alabaga erishganligi e'lon qilinmoqda. Biz albatta Azizbek Tolqinovga salomatlik tilaymiz. Biroz yiqilishda noqulayroq qulagan ko'rinadi. Demak, Diyorbek Abbosxonov hal qiluvchi finalda Qaysar Hasmanovga qarshi bahs olib boradi. Shunday imkoniyatga ega bo'ldi. O'ylaymizki, finalda ham Diyorbek albatta murabbiylar ishonchini qozonadi. Biz esa takroriy vaziyatlarni yana bir karra ko'ryapmiz. Endi esa 60 kilogramdan og'ir vazn toifasida bellashuvni kuzatamiz. Eng og'ir vazn toifasi 12-13 yoshlilar o'rtasida eng og'ir vazn toifasi. Demak, universal jang qadrli muxlislar, Akram Ilhomovni ko'rdingiz, bu esa Akram Zufarov.
Zufarov va Ilhomovlar o'rtasidagi bahs. Ilhomov biroz yo'q teng ketyapti. Zufarov Ilhomov o'rtasidagi bellashuvda. Bu esa Zufarov, Ilhomov esa qayta ikkinchi urinishni amalga oshiryapti. Nishonni oldi Zufarov Akram. Bu esa jarima ishlaganligi bois qaytadan bajaradi Ilhomov Akram harakatni va Akram Zufarov biroz faolroq bo'ldi. Ilhomov esa mana endi so'nggi manzil, so'nggi bosqichga yaqinlashmoqda. Demak, ikki O'zbekiston vakillari o'rtasidagi bellashuv. Eng og'ir vazn toifasi, ya'ni plus 60 kg. 12-13 yoshlar o'rtasidagi sportchilar uchun eng og'ir vazn toifasi hisoblanadi. Demak, bahs boshlandi. Kim faolroq, kim ustaroq, kim tajribaliroq bu bosqichda mana endi Zufarov ochkoga ega bo'ldi. Raqibini gilamdan chiqarib yubordimi? Bu yosh toifasida biroz boshqacharoq bahs ball beriladi. Yosh toifalarda albatta kichik yoshdagilar gilamdan chiqarib yuborsa ball berilar edi. Bu yerda Ilhomov biroz jarohat olgan ko'rinadi. Qo'li qayrilgan ko'rinadi. Albatta vazn og'irroq. Demak, Akram Zufarovga g'alaba berilyapti. Albatta bo'y borasida ham, tajriba borasida ham ustunroqdek boshlaganda u. Biz Akram Ilhomovga sog'lik tilab qolamiz. Mana shu jarayonda qo'li qayrilganligini yana bir karra ko'rishimiz mumkin. Yelkasidan kichik jarohat olgan. Nachora sportda, katta sportda mana shunday holatlar ham bo'lib turadi. Demak, qadrli muxlislar, reportajimiz davom etadi. Eslatib o'taman, poytaxtimizga Jar sport majmuasida tashkil etilgan 6-15 yoshgacha bo'lganlar o'rtasida universal jang bo'yicha Osiyo ochiq chempionati. Hozir esa Firdavs Ne'matov va Muhammad Yusuf Rashidovlarni kuzatamiz. 45 kilogramgacha bo'lgan vazn toifasida Firdavs Ne'matovni ko'ryapsiz. Qizil libosda boshladi u. Muhammad Yusuf Rashidov ham harakatni keskin tarzda oshiryapti. Demak, Muhammad Yusuf biroz oldinga o'tib ketdi. Qoyil, mana u tankni ham aniq nishonga oldi. To'pponchadan nishonni ham otdi va u Muhammad Yusuf Rashidov demak gilamga ancha oldinroq yetib keldi. Bellashuvga tayyor. Firdavs Ne'matov esa jarima ishlaganligi bois biroz kechikyapti. Ko'ryapmiz, ancha chaqqon u ham, lekin vaqt borasida tafovuti u qadar katta emas, 15 soniyadan ortiq emas. Shu bois endi ular gilamda davom ettirishadi. Mana endi bu yerda Muhammad Yusufga ball berilyapti. Bir ball hisobni ochdi u. Firdavsning javobi qanday bo'ladi? Yo'q, baholangani yo'q harakat. Ikki hamyurtimiz biroz bo'ydorroqdek tuyulyapti Firdavs raqibiga qaraganda, ammo chaqqonlik bobida Muhammad Yusuf hozircha ustunroqdek ko'zga tashlanyapti. Mana u yana 2 ballga ega bo'ldi. Muhammad Yusuf Rashidov demak anchagina ko'proq shug'ullangan ko'rinadi kurash sporti bilan. Albatta Firdavsning ham mahoratiga shubha qilmaymiz. Kutamiz. Bosh javob qanday bo'ladi? Biroz masofada ushlab harakatni amalga oshirmoqchi, lekin Muhammad Yusuf bu harakatlarga tayyorligini ko'rsatmoqda. Oyoqqa hujum Firdavs tomonidan. Yo'q, bu demak bu yerda Muhammad Yusufga ogohlantirish.
Demak, so'nggi soniyalar 15 soniya qolgan bellashuvning yakuniga yetishiga qo'llashsa bo'ladi. Firdavs Ne'matov ham va bu yerda vaqt yakuniga yetdi va bu yerda endi g'olib e'lon qilinadi albatta. 45 kilogramgacha bo'lgan vazn toifasi, 15 yoshgacha bo'lganlar o'rtasidagi bahs va 2 hisobida. 2 hisobda Firdavs Ne'matovning g'alabasi e'tirof etilyapti. Biz esa siz bilan birgalikda ayni daqiqalarda takroriy vaziyatlarni ko'rdik. Mana endi 12-13 yoshlilar o'rtasidagi bahsni kuzatamiz. Nurmuhammad Abdullayev va Zaidxon Zayniddinovlar o'rtasidagi bahs. Nurmuhammad Abdullayev Zaidxon Zayniddinov o'rtasidagi bellashuv boshladi sportchilar. Har ikkisi ham deyarli yonma-yon ketyapti. Demak, tayyorgarliklari yaxshi. Mana bu urinish ham samarali. Buning ham urinishi chakki emas. Qoyil Nurmuhammad Abdullayev va Zaidxon Zayniddinovlar deyarli teng keldi. Bunaqasi kamdan kam bo'ladi, qoyil qolish kerak. Abdullayev qizil libosda, Zayniddinov ko'k libosda harakat qilyapti. Ketma-ket urinishlar, oyoqqa hujum Abdullayev tomonidan, biroq Zayniddinov tayyor ekan bu urinishga. Masofani saqlayapti u. Raqibning mana shunday tarzda qattiq ushlagan holda silkitishlar Abdullayev tomonidan muvozanatdan chiqarishga bo'lgan urinish albatta bu. Yo'q, bol berilmadi. Zaidxonga ogohlantirish, biroz qoidaga xilof harakat qilganligi uchun. Eng muhimi, eng avvalo yaxshi, kerakli nuqtadan ushlash kerak. Hozircha mana shunday urinishni Zaidxon amalga oshirgandek bo'layapti. Xo'sh, lekin Abdullayev tayyor bunga. Mana ko'ryapsiz, mana muvozanatdan chiqarmoqchi. Yurtimiz bolajonlari yoshligidan sportga shug'ullanadi. Deyarli barchasi sport maktablari ular uchun deyarli barcha joylarda zamonaviy sport maktablari bor. Faoliyat olib borishlari mumkin. Har ikkisiga ham ogohlantirish, sust harakat qilganligi uchun. Va bu yerda ball beriladi. Zaidxon Zayniddinovga. Abdullayev qanday javob beradi? Vaqt o'tib bormoqda, faollash kerak Abdullayev. Albatta, so'nggi soniyalar ham mana shunday tarzda o'tdi va bu albatta 2-0 hisobidagi g'alaba bilan Zaidxon Zayniddinov g'alabaga. Zaidxon Zayniddinovning qo'li baland ko'tarilyapti. Yana bir karra ko'rishimiz mumkin. Harakat qildi Nurmuhammad Abdullayev, biroq nisbatan faollik evaziga Zayniddinovning g'alabasi kuzatildi. Biz esa siz bilan birgalikda navbatdagi sportchilar bahsini kuzatamiz. 14-15 yoshgacha bo'lganlar o'rtasida bellashuv 45 kilogramgacha bo'lgan vazn toifasi. E'tiborimiz markazida Nurmuhammad Qosimov va uning raqibi
Adilxon Razgamov Qozog'istondan. Demak, hamyurtimiz ko'k libosda Nurmuhammad, bu esa qozog'istonlik Adilxon Razgamov. Bizning sportchimiz Qosimov nisbatan oldinga o'tib ketdi. Mana u nishonni olmoqchi, barchasi joyida, mana joyida, barchasi aniq tegdi. Shuningdek, qozog'istonlik sportchi ham biroq hamyurtimiz nisbatan faolroq oldinga o'tganligini ko'ryapsiz. Mana to'slar ustidan ostina o'tish bahsini bajaryapti Qosimov va oldinroq keldi. Oldinroq keldi nisbatan soniya 1-2 soniya farqi bilan oldinroq keldi mening nazarimda Nurmuhammad. Demak, ko'k libosda Qosimov, Nurmuhammad qozog'istonlik sportchi esa Adilxon Razgamov esa qizil libosda va bu yerda ball berilyapti Qosimovga. Faullash kerak, aks holda ikkisiga ham ogohlantirish berilishi mumkin. Kerakli joydan judagidan yaxshi ushlash kerak. Hujum qildi Razgamov va vaziyatdan qanday foydalanayotganini albatta ko'rdingiz. Qoyil 2 ball. Qarshi hujumda mahorat ko'rsatdi. Qanday Nurmuhammad qoyil qolish kerak. Demak, yaxshigina mahorati bor, tayyorgarlik a'lo darajada, ustunlikni ancha mustahkamlab olyapti. Bahriddin Sirojev bellashuvga ruxsat berdi. Tojikistonlik mutaxassis. Ehtiyotkorlik harakatida ham kuchli. Eng muhimi muvozanatdan chiqarish uchun harakat qildi, gilamdan chiqarish uchun, biroq hamyurtimiz mana shu gilam chetida ham ajoyib mahoratni ko'rsatmoqda. Nurmuhammad muddatidan avval chiroyli tarzda g'alabaga erishdi. 57 soniya ichida chiroyli tarzda g'alabaga erishdi Nurmuhammad Qosimov qozog'istonlik Adilxon Razgamov ustidan. Yana bir karra ko'rishimiz mumkin. Qarang, chiroyli harakatlar. Raqib hujumga keskin tarzda o'tgan taqdirda ham mana shunday tarzda jazolay oldi. Qosimov o'ylaymizki, u albatta chempionlikka munosib. Qadrli muxlislar, reportajimiz davom etadi. Endi siz bilan birgalikda 50 kg-gacha bo'lgan vazn toifasidagi bahsni kuzatamiz. Sportchilar bahslarni allaqachon boshlaydi. Bu Shumatay Rahmat va uning raqibi Jahongir Sulaymonov hisoblanadi. Hamyurtimiz hozircha tenglik deyarli ketma-ket kelyapti va Jahongir Sulaymonov birinchi nisbatan ma'lum soniyalar evaziga raqibidan Shumatay Rahmatdan oldinroq keldi. Endi so'nggi bosqich, so'nggi bellashuvni kuzatamiz. Albatta barchasiga mana shu bellashuv oydinlik kiritib beradi. Jahongir Sulaymonov hamyurtimiz ko'k dzudagida. Raqibi esa Rahmat Shumatay hisoblanadi. Shumatay ballni qo'lga kirityapti. Birinchi bo'lib hisobni ochdi. 2 ball. Menimcha kurash bo'yicha ancha mahoratga ega shekilli, ko'proq shug'ullangan ko'rinadi va Sulaymonov yaxshi Jahongir Sulaymonov yo'q, ball berilgani yo'q. Jahongir Sulaymonov ancha demak ogohlantirish, biroz qoidaga zid harakat qilganligi uchun Jahongirga oyoqqa hujum. Ball berilyapti Jahongirga, yaxshi. Baholandi munosib. Mana endi raqibning hujumini nazorat qilyapti. Yana oyoqqa hujum Jahongir tomonidan, biroq raqib mahorat ko'rsatdi. Tan berish kerak Shumatay. Demak, yaxshigina shug'ullangan tajribali sportchi ekan va oyog'iga hujum qilyapti Jahongir. Albatta vaqtni o'tib borayotganligini sezyapti. Shu bois Jahongir biroz shoshilyapti. Yana hujum tezlik bilan.
libos to'g'rilanishi kerakligi uqtirildi hakam tomonidan. Zudagi berib boq ostidan o'tkazilishi kerak. Talab bor, xalqaro talab bor, shunga amal qilishga shart. Jahongir yana oyoqqa hujum qildi. Mana shu bir xil hujumlar tez-tez takrorlayapti. Bunga tayyorligini ko'ryapsiz Shumatayning. Chunki hujumlar bir xilligi borda va bu yerda bal beriladimi ko'rmay qoldik. Ogohlantirish menimcha Jahongirga. Ogohlantirish. Ogohlantirish. Hakamlar biroz ana shu jarayonni muhokama qilib olishadi. Ana shu jarayon xavfliligi haqida o'zaro fikrlashmoqda. Bahriddin Sirojev jarayonni tushuntiryapti bosh hakamga, referi. Xuddi shuningdek Jahongir ham vaziyatga o'z munosabatini bildirdi. Oyoqqa hujum Jahongir tomonidan, lekin Shumatay tayyorligini ko'ryapsiz. Qarang, vaziyatdan qanday aylanib chiqib ketmoqda. Bu yerda bal berildi baribir sportchimizga, Jahongirga. Albatta 15 yoshgacha bo'lganlar o'rtasida sportchilar ancha sport bo'yicha ancha ko'nikmaga ega bo'lishadi. Vaqti esa yakuniga yetdi. Xo'sh, kimga g'alaba beriladi? Jahongir Sulaymonovgami yoki qozog'istonlik sportchigami? Hayajonda sportchilar, xavotirda ham. Demak hisob tenglashgan 4-4, biroq birinchi balni hisob tenglashib qoldi. Demak endi yana hal qiluvchi bosqichga, so'nggi raundga tayyorlashmoqda. Mana murabbiylari Rahmat Shumatayni ko'rsatyapti. Hisob teng bo'lib qoldi. Mana endi bu yerda so'nggi raundda kim mahoratli bo'lsa, ana shu sportchi g'alabaga erishadi. Albatta 15 yoshgacha bo'lganlar o'rtasida yana bir karra ta'kidlab o'tamiz, mahoratli, ancha sport bo'yicha ko'nikmaga ega bo'lgan, yaxshigina shug'ullangan va balki ayrim xalqaro musobaqalarda ham ishtirok etgan sportchilar qatnashmoqda. Bu esa bahsning mana shu so'nggi bosqichning ham juda keskin o'tayotganligini ko'rsatyapti. Kuzatamiz. Jahongir Sulaymonov ko'k libosda ham yurtimiz. Rahmat Shumatay qozog'istonlik sportchi. 50 kilogramgacha bo'lgan vazn toifasi. Referi yana bir karra qoidani uqtirib o'tdi. Yo'q, bal berilgani yo'q. Rahmat Shumatay ancha vaziyatdan chiqib ketdi. Bu yerda unga ogohlantirish. Gilamdan va bellashuvdan qochganligi uchun bo'lsa kerak. Bu rost to'qnashib ketdi. Rahmat Shumatay kichik jarohat oldi. Yo'q, lekin bu ta'sir qilmaydi bellashuvni davom ettirishga. Sportchilar juda ham mahoratli, yaxshigina mahoratli. Oyoqdan ushladi, biroq aylan vaziyatdan chiqib ketdi-yu, bir balga ega bo'lmoqda. Jahongir qoyil. Endi mana bosimni kuchaytiryapti, chunki vaqt oz qolmoqda. Rahmat Shumatay o'zi hujumga o'tdi. Mana endi otmoqchi. Qizil libosdagi sportchiga, Zudagidagi sportchiga, qozog'istonlik sportchi bu. Mana endi Jahongirning hujumi. Mana shunday tarzda qozog'istonlik sportchi vaziyatdan chiqib ketmoqda. Otish kerak, harakat qilish kerak Jahongir. So'nggi raund. Jahongirga 2 bal, raqibga 1 bal. Bellashuv davom etadi. Bellashuv davom etadi albatta.
Oson emas bu maydon ichra turmoq. Yaxshi Jahongir. Agar tikka olishadigan bo'lsa, kurashadigan bo'lsa, menimcha Shumatay mahoratliroq ekan shekilli. Menimcha murabbiylar aynan oyoqqa ko'proq hujum qilish kerakligini uqtirgan. Jahongir Sulaymonovga va bellashuv yakuniga yetdi. G'olib kim bo'ladi? Первое техническое действие у спортсмена в синем. Итог раундов со счета 1-2. 2-1. Jahongir Sulaymonov kichik ochko farqi bilan g'alabani o'z tomoniga og'dirishga muvaffaq bo'ldi. Demak, siz bilan birgalikda biz yana bir karra ana shu sportchilar o'rtasidagi bahsni kuzatish imkoniyatiga egamiz. Juda ham qiziqarli bo'ldi. Juda ham murosasiz bo'ldi va yakunda Jahongir Sulaymonov g'alabani qo'lga kiritdi va finalga yo'l oldi. Endi esa biz navbatdagi aynan mana shu vazn toifasidagi yana navbatdagi finalni kuzatamiz. Unda ham O'zbekiston va Qozog'istonlik sportchilar bahs olib borishadimi? Albatta vazn yosh oshgani sari bahslar ham yanada qiziqarli kechyapti. Demak, Shahobiddin Mahmudovni ko'ryapsiz. U Davren Madixanovga qarshi bahs olib boradi. Mana Davren Madixanov Shahobiddin Mahmudov ancha ilgarilab ketdi va nishonni ham mahorat bilan ura oldi. Endi to'pponchadan nishonga urish. Madixanov esa biroz ortda qolyapti. Mana Shahobiddin Mahmudov birinchi bosqichini mahorat bilan bosib o'ta oldi. Davren Madixanov gilamga yetib keldi. Albatta oradagi farq u qadar katta bo'lmaganligi bois Qozog'iston va O'zbekistonlik sportchilar endi gilamda o'zaro bahs olib borishadi. Mahmudov biroz bo'ydorroq sportchimiz taassurot uyg'otyapti. Menda shunday. Demak, Shahobiddin Mahmudov birinchi ballni qo'lga kiritdi. Albatta ball bor. Dastlabki ballni qo'lga kiritdi. Demak, mana endi qiziqarli davom etyapti. Ancha qiziqarli bahs. O'ziga xos usulni qo'llamoqchi bo'ldi, biroq Shahobiddin Mahmudov bunga tayyor ekan. Ehtiyotkorlik albatta bo'ladi. Baribir ehtiyotkorlik bo'ladi. Mahmudov o'zi harakatni keskinroq tarzda olib boryapti. Muvozanatdan chiqarishga bo'lgan urinish. Madixanov ham qanchalik mahoratli ekanligini ko'ryapsiz. Yo'q, Alloh bilmadi har ikkisi ham. 50 kilogramgacha bo'lgan vazn toifasi yarim finalda ikkinchi yarim final g'olib sportchi Jahongir Sulaymonovga qarshi bahs olib boradi. Hozircha Mahmudov birinchi bosqichni muvaffaqiyatli ado etdi. Qolaversa, hisobda hozircha oldinga o'tib oldi. Murabbiylar hayajonda, xavotirda qolaversa, muvozanatdan chiqarish kerak. Birinchi, so'ng ikkinchi usul amalga oshiriladimi? Vaqt yakuniga yetib qoldi mana shu daqiqalarda. Va albatta endi g'olib e'lon qilinadi menimcha. Shahobiddin Mahmudov albatta. 2-0. Demak, birinchi bosqichda ham, ikkinchi bosqichda ham, ikkinchi yo'nalishda ham Shahobiddin Mahmudov Davrenga qaraganda mahorat ko'rsatdi va hal qiluvchi finalda Jahongir Sulaymonov bilan bahs olib boradi. 50 kilogramgacha bo'lgan vazn toifasida. На полосу приглашается
Biz 55 kilogrammgacha bo'lgan vazn toifasidagi sportchilar bahsini kuzatamiz. Qozog'iston va o'zbekistonlik sportchilar. Demak, Islombek Usmonovni ko'ryapsiz. Hamyurtimiz va uning raqibi Nuril Beybars hisoblanadi. Qozog'istonlik sportchi. Albatta hozir kuzatamiz uni ham. Bahs boshlandi. Islombek Usmonov omad tilaymiz. Mana bu Nuril Beybars. Qozog'istonlik sportchi to'sdan o'tdi. Deyarli yonma-yon harakatni davom ettiryapti sportchilar. Mana endi tank ham qilindi. Jarima ishladi. Nur Usmonov va bu borada Nuril Beybars oldinroq gilamga yetib kelganligini ko'rdingiz. Demak, Muay Thai bo'yicha sovrindor bizdagi ma'lumotlarga qaraganda Beybars. Biroq bu yerda kontaktlar emas, oyoqlar ishlatilmaydi. Oyoqda zarba berish mumkin emas, faqatgina muvozanatdan chiqarish mumkin bo'ladi. 15 yoshgacha bo'lganlar o'rtasida. Yaxshi bu yerda. Demak, ogohlantirish Islombek Usmonovga. Ogohlantirish. Mana jarayon muhokama qilinyapti. So'rayapti, jarohat yetkazmasligi kerak va bosh hakam albatta referi bilan birgalikda ana shu jarayonni yana bir karra muhokama qilishdi. Yon hakamlar ham o'z munosabatlarini bildirishmoqda. Albatta sportchi aralashish mumkin emas. Shu bois Islombek Usmonovni bu yerga kelish mumkin emasligini uqtiryapti. Uning ustozi ham bu yerda Mansurbek. Va albatta barchasi xolis bo'lishi kerak. Demak, Islombek Usmonovga ogohlantirish. Nurilga esa ball berilyapti. Va demak, bahs davom etadi. Albatta har bir sportchi ham g'alaba qozonishni juda xohlayapti. Ko'ryapsiz Nurilning hujumi, lekin Usmonov vaziyatdan chiqib ketdi. O'zi yaxshi holatga kirib boryapti, yo'q. Usmonov bu yerda Nurilga ball berilyapti, 2 ball. Nuril yaxshi qarshi hujumni yaxshi amalga oshirdi. Islombek hujumni uyushtirmoqchi, chalg'ituvchi harakat. Nuril esa bunga tayyorligini ko'ryapsiz. Ancha xotirjamlik bilan munosabatda bo'lyapti. Demak, har ikkisida ham juda yaxshi tajriba bor. Vaqt esa o'tib bormoqda. Menimcha Nurilning foydasiga Islombek Usmonov. Vaqt tugadi. Islombek Usmonov edi hamyurtimiz. Demak, 2-0 hisobida Beybars Nuril g'alabaga erishdi. Islombek Usmonovga omad tilab qolamiz. Albatta, hali yanada mahoratini charxlaydi, oshiradi degan umiddamiz, lekin ko'ryapsiz, mana shunday usullari bilan Norumda ancha kuchli shug'ullanganligini ko'rsatadi. Biz esa 55 kilogrammgacha bo'lgan vazn toifasidagi sportchilar bahsini kuzatamiz.
Muratilla Qodirqulov Tojikiston va Amir Amrim qozog'istonlik sportchilar. Amir Amrimni ko'ryapsiz. Qozog'istonlik sportchi jarima ishladi. Bu esa Muratulloh. U barchasini a'lo darajada bajargani holda kurash gilamiga yetib keldi birinchi bo'lib va bu borada ancha yaxshi tayyorgarlikka ega ekanligini ko'rdik. Vaqt tafovuti u qadar katta emas. Demak, bellashuv davom etadi. Qodirqulov Amrim o'rtasidagi bellashuv. Tojikiston va qozog'istonlik sportchilar. ...55 kilogramgacha bo'lgan vazn toifasi. Demak, Qozog'istondan bu vaznda ikki nafar sportchi kelgan. Hozirgina Nurilbey Baris g'alabaga erishdi. Ushbu vazn toifasida balga ega bo'layotgani yo'q hozircha. Faollik, Amrimning hujumi. Qozog'istonlik sportchi, lekin tojikistonlik Muratulloh jarayonga tayyorligini ko'ryapsiz. Chalg'ituvchi harakat endi mana u keskinlashtirmoqchi vaziyatni va balga ega bo'layapti. Muratulloh Qodirqulov, demak, tojikistonlik sportchi ham yaxshigina mahoratga ega kurash borasida. Mana endi yo'q, bal baholangani yo'q. Hujumni Amir Amrim tashkil etgan edi, lekin Muratulloh vaziyatdan yaxshi chiqib ketdi. Sal bo'lmasa ochkoga ega bo'lishi mumkin edi. Oyoqqa hujum Amrim tomonidan va tojikistonlik sportchi yana balni qo'lga kirityapti. Ofarin qo'yil. Tojikistonlik Muratulloh Qodirqulov haqiqatan ham mahoratli ekan. Muddatidan avval g'alabaga erishdi Muratulloh Qodirqulov tojikistonlik sportchi va u Nurilbey Barisga qarshi bahs olib borishi kutilmoqda. Yana bir karra ko'rishimiz mumkin. Ayniqsa bundan keyingi so'nggi harakati juda chiroyli bo'ldi va muddatidan avval g'alabaga erishdi. Raqib hujumga o'tgan paytda birozdan so'ng so'nggi harakati mana shu harakati evaziga Muratulloh muddatidan avval zafar quchdi. Biz esa 60 kilogramdagi sportchilar bahsini kuzatamiz. 15 yoshgacha bo'lganlar o'rtasida Mirza Ubaydullayevni ko'rdik. Bu esa Sobitxon Zokirjonov. Demak, Ace-Ball Nursulton ekan. Mana Ace-Ball va uning raqibi Sobitxon Zokirjonov bo'ladi. O'zbekiston vakili mana Sobitxon 60 kilogramgacha bo'lgan vazn toifasi, yana bir karra eslatib o'tamiz. Sobitxon menimcha jarima ishlagan ko'rinadi, qaytadan bajaryapti harakatni. Bu paytda esa Nursulton Ace-Ball esa gilam chizig'iga yaqinlashdi. Mana u birinchi bosqich muvaffaqiyatli uddaladi va ikkinchi urinish amalga oshirmoqda. Jarima ishlab oldi Sobitxon Zokirjonov. Mana endi nishon to'pponchadan, endi to'siqlar ustidan ostidan o'tgani holda gilamga yaqin kelmoqda u. Yo'q, vaqt tafovuti u qadar katta emas. 15 soniyadan katta bo'ldimi? Demak, Nursulton Ace-Ball ana shu birinchi bosqichdagi tezligi, chapdastligi evaziga muddatidan avval g'alabaga erishmoqda. Qadrli muxlislar, reportajimiz davom etadi. E'tiboringiz markazida Islomjon Usmonov, bu esa uning raqibi qozog'istonlik Abdulayxon O'razaliyev hisoblanadi. 60 kilogram vazn toifasi ikkinchi bellashuv. Yana bir so'z bilan aytganda, O'zbekiston va qozog'istonlik sportchilar O'razaliyev nishoni aniq oldi. Xuddi shuningdek Usmonov ham
ikkisi ham deyarli menimcha ketma-ket davom etyapti. Yo'q, O'razaliyev biroz oldinroq ekan, ma'lum bir soniyalar evaziga mana Usmonov ham gilamga yetib keldi. Endi bu ikki sportchilar o'zaro gilamda bahs olib borishadi. Ikki qo'shni davlat vakillari, g'olib sportchi esa Sobitxon Zokirjonovga qarshi, O'zbekiston vakiliga qarshi bahs olib boradi. O'razaliyev balga ega bo'lmoqda, 1 ball. Bu borasida nisbatan ustunroq O'razaliyev. Islomjon Usmonov, xo'sh, tayyorgarlik qanday bu bosqichga, kurash bahsiga? Baribir, O'razaliyev yana ballni qo'liga kirityapti va uning ustunligi yaqqol sezildi. Abdullayxon O'razaliyev muddatidan avval g'alabaga erishmoqda. Chunki anchagina xalqaro musobaqalarda ham ishtirok etgan ekan bizdagi ma'lumotlarga qaraganda va bu yaqqol sezildi. Biz Islomjon Usmonovga kelajakdagi faoliyatida albatta zafarlar tilab qolamiz. Albatta hali g'alabalar uning ulkan g'alabalari oldinda. Biz esa musobaqani yana kuzatishda davom etamiz. Akbarjon Ikromovni ko'rdingiz, 65 kilogrammgacha vazn toifasi va uning raqibi qozog'istonlik Mirza Ubaydullayev bo'ladi. Yana bu 65 kilogrammgacha bo'lgan vazn toifasida ham O'zbekiston va Qozog'istonlik sportchilar bahsini tomosha qilish imkoniyatiga egamiz. Biz musobaqa tobora qizg'in solyapti. E'tibor, qiziqish juda ham katta. Mana Mirza Ubaydullayev e'tiborimiz markazida, qozog'istonlik sportchi. Va Akbarjon Ikromov ham bahslarga kirishdi. Tezligi juda ham yuqori darajada. Endi to'sdan o'tish kerak bo'ladi. Bitta jarima ishlagan ko'rinadi. Shu bois Mirza Ubaydullayev qaytadan harakatni davom ettirmoqda. Bu Akbarjon Ikromovga qo'l kelishi mumkin, chunki mana u harakati or nishoni olindi. Xuddi shuningdek qozog'istonlik sportchi tomonidan ham. Va tezlik biroz oldinroqda albatta hamyurtimiz Akbarjon Ikromov. Adashmasam 1 soniyalar oldinroq keldi hamyurtimiz Akbarjon Ikromov. Birinchi ballni yana Akbarjon Ikromov qo'lga kiritdi. Bu yo'nalishda ham yaxshi qarashlar, nigohlardan ham sezish mumkin. Oyoqqa hujum Ikromov tomonidan, lekin qozog'istonlik sportchi vaziyatdan chiqib ketdi. Har ikkisida ham yaxshigina ko'nikma bor ekan. Ajoyib usul, oyoqqa hujum, so'ng yiqitmoqchi edi, ammo ko'ngildagidek bo'lmadi. Yomon emas. Eng muhimi Akbarjon Ikromovda ham tayyorgarlik a'lo darajada, mana vaziyatdan chiqib ketmoqda. Qarshi hujum kuchayyapti. Yo'q, harakat to'xtatiladi. 1-0. Akbarjon Ikromov foydasiga hozircha yomon emas. Albatta ana shu ballni yanada oshirish kerak. Vaqt esa o'tib bormoqda. Muvozanatdan chiqarishga bo'lgan urinish har ikkisida ham. Qozog'istonlik sportchi Mirza hujumga o'tdi. Yana bir hujum. Yelka yerga tekkani yo'q. Harakat baholanmaydi. Qiyin bo'layapti har ikkisiga ham. Har ikkisiga ham oson bo'layotgan yo'q. Mahorat bobida bu yo'nalishda deyarli tenglik ekan. Muxlislar, mutaxassislar, murabbiylarning hayqirig'ini baralla eshitib turibsiz. Ketma-ket bir xil harakatlar. Demak, birinchi raund yakuniga yetdi. Yana bir karra ko'rishimiz mumkin. Ballni qay tarzda qo'lga kiritganligini Akbarjon Ikromovning biroz nafas rostlaganidan so'ng
murabbiylar ko'rsatmasidan so'ng mana endi so'nggi raundni amalga oshirishadi. Mana shunday olqishlar ostida kimning jismoniy holati, ruhiy holati a'lo darajada bo'lsa, ana shu sportchi g'alabaga erishadi. Biz esa Akbarjonga ishonib qolamiz. Muxlislar, sportchilar albatta Akbarjon Ikromovni qo'llab-quvvatlashmoqda. Ogohlantirish Mirzo Baydullayevga. Avvalo yaxshi ushlab olish kerak Zudagidan. Yaxshi nazorat qilyapti Akbarjon. Qozog'istonlik sportchi ham yaxshigina tayyorgarlik bilan kelgan ekan. Muvozanatdan chiqarishga bo'lgan urinish qozog'istonlik sportchida. Mana endi Akbarjon yana balga ega bo'layapti. 1 bal. Yaxshi, ikkinchi balni ham qo'lga kiritdi. Murabbiy ketma-ket ko'rsatmalarni beryapti. Shiddat oshib boryapti. Endi qozog'istonlik sportchi xohlaymizmi, yo'qmi? Bosim bilan harakat qiladi, oldinga intiladi, qarshi hujumda jazolash mumkin. Ikromov raqibini mana yo'q. Mayli, vaqtdan yutdi baribir, garchi baholanmagan bo'lsa-da. Albatta Zudagilar tartibga keltirilishi kerak. Bellashuv davom etadi. Oyoqqa hujum, yaxshi Ikromov chiqib ketdi. Mirzo Baydullayevning hujumi oddiyroq chiqdi. Vaqt. Har ikkisining sportchining ustoziga ogohlantirish. Baralla hayqirib ko'rsatma berganligi uchun va Akbarjon Ikromov g'alabaga erishmoqda. 2-1 hisobida va uning qo'li baland ko'tariladi. Albatta oson bo'lmadi. Mirzo Baydullayev qozog'istonlik sportchi ham qattiq tayyorgarlik bilan kelgan ekan. Biroq baribir Akbarjon Ikromov mahorat ko'rsatdi va Osiyo ochiq chempionatining navbatdagi bosqichiga yo'l olmoqda. Biz esa siz bilan birgalikda aynan 65 kg vazn toifasida ikkinchi bellashuvni kuzatamiz. Demak, biz Shahzod Mardonovni ko'ryapmiz. Bu esa Abubakir Mahmadaliyev, tojikistonlik sportchi. Mana Shahzod. Boshlandi bahs. O'zbekiston va tojikistonlik sportchilar bellashuvi. Jarimalar bo'lgani yo'q, barchasi joyida. Juda chaqqonlik bilan Shahzod to'sdan o'tdi. Nisbatan oldinroq, endi tank nishonga olinyapti. Urinish ko'ngildagidek bo'ldi tojikistonlik sportchida. Yo'q, biroz noto'g'ri ekan, jarima ishlagan. Mana endi Shahzod Mardonov oldinroqdanmi? Yo'q, teng ketyapti va barchasi qoyil. Albatta yosh, 15 yoshgacha bo'lgan sportchilar, ko'nikmalar yetarli, yaxshigina mahoratga ega. Mardonov va Mahmadaliyevlar o'rtasidagi bellashuv. Mardonov Shahzod qizil libosda, qizil judagida. Raqib Abubakir Mahmadaliyev esa ko'k judagida harakat qilyapti. Bal albatta. Juda chiroyli Shahzod Mardonov harakatni zo'r amalga oshirdi. Demak, xulosa qilish mumkin, yaxshigina mahoratga ega. Mana hujum ham ancha samarali chiqayotgan edi, lekin himoyalandi Mahmadaliyev. Albatta so'nggi bosqichda kurashdan biror bir usuldan mahoratga ega bo'lmasa, ayniqsa erkin yoki yunorum kurashidan yoki dzudodan g'alaba qozonish oson emas. Ko'ryapmiz, bu yosh toifasida albatta juda ham tajribali sportchilar kelyapti. Qarshi hujumni qanday qo'llaganini ko'ring. 1 bal Abubakir Mahmadaliyevga. Hujumga Shahzod kirdi, lekin tayyor turgan ekan jarayonga.
va Shahzod voh qoyil, lekin yaxshi 2 balldan qutulib qoldi Mardonov. Abu Bakir mahorat ko'rsatdi. Ikki qo'shni davlat vakillari o'rtasidagi mana shunday bellashuvlarning bo'lishi albatta qiziqarli va bu yerda yo'q. Balga ega bo'lmadi Shahzod. Muxlislar albatta ko'pchilik Mardonovni qo'llab-quvvatlamoqda arenadagi tomoshabinlar. Abu Bakir Mahmadaliyev ham yaxshigina shug'ullanganligini ko'ryapmiz. Xulosa qila oldik. Oyoqqa hujum. Mardonov vaziyatdan chiqib ketdi. Vaqt o'tib bormoqda albatta. Shahzod harakat qilish kerak. Mardonov toliqdimi? Yo'q, jiddiyroq harakat qilish, xotirjamlikka berilish yaramaydi va ball berildi. Menimcha bir ball. Vaqt tugadi, vaqt yakuniga yetdi. Birinchi raund, bu bosqichning birinchi raundi endi. Demak, tayyorlash kerak murabbiy uni. Mana uqtirib o'tmoqda Shahzod Mardonovga ustozi. Ancha toliqqan Mardonov. Holati yaxshimi? Jarohat yo'q menimcha. Mana endi mahorat ko'rsatish kerak. Bor imkoniyatini ishga solish kerak Shahzod Mardonov. Raqibining ham holati u qadar yaxshi emas, bu yerda ogohlantirish Abu Bakirga. Uqtirib o'tdi. Mana shu holatga kirib bordi va bir ballga ega bo'lmoqda. Ustozi ko'rsatgan usulni mahorat bilan amalga oshirmoqda Mardonov. Yaxshi, chidash kerak, harakat qilish kerak Mardonov, bo'shashish yo'q. Chunki vaqt o'tib bormoqda, so'nggi soniyalar chidash kerak, chunki bu Osiyo ochiq chempionati, bunday imkoniyat har doim ham bo'lavermaydi. Menimcha uqtirib o'tdi unga ustozi. Albatta iroda ko'rsatish kerak, matonat ko'rsatish kerak. Abu Bakir Mahmadaliyevning ham holati yaxshi emas, u ham charchadi. Harakat. Yo'q, vaziyatdan chiqib ketdi. Yaxshi, 2 ballga ega bo'la olgani yo'q, 1 ball berdi. Chunki gavdasi bilan tushdi. Shahzod anchagina kuch yo'qotdi sportchilar. So'nggi soniyalar o'tib boryapti. Yo'q, gilamdan chiqib ketdi, harakat baholanmaydi. Bellashuv davom etadi. Murabbiyga bir qarab qo'ydi Shahzod Mardonov. Bitta harakatni tushuntirdi shekilli ustozi. Gilam markazida tez-tez Shahzod ustoziga qaramoqda. Kerakli so'zni aytgan bo'lsa kerak ustozi ham. Demak, bellashuv yakuniga yetmoqda. G'olib 2-1 hisobida Abu Bakir Mahmadaliyevning g'alabasi. Albatta ozgina mana shu jismoniy holatni pand berdi Shahzod Mardonovga. Aks holda g'alaba unda ketishi mumkin edi. Yana bir karra ko'rishimiz mumkin. Biz Shahzod Mardonovga keyingi faoliyatlarda zafarlar tilab qolamiz albatta. Demak, xalqaro finalda Akbarjon Ikromov tojikistonlik Abu Bakir Mahmadaliyevga qarshi bahs olib boradigan bo'ldi. Qadrli muxlislar, biz ayni daqiqalarda demak navbatdagi sportchilarning bahsini kuzatamiz. Final bellashuvi. Po'lat Egamberdiyev va
Ulumov Fayoz tojikistonlik sportchi. O'zbekiston va tojikistonlik sportchilar bahsi. 15 yoshgacha bo'lganlar o'rtasida 70 kg vazn toifasi. Bu Fayoz Ulumovni ko'ryapsiz. Boshladi u ham Po'lat Egamberdiyev o'ng tomonimizda, mana u qizil libosda. Po'lat to'sdan o'tdi. Biroz oldinda Fayoz. Endi nishonni urish kerak. Muvaffaqiyatli bajardi. Fayoz xuddi shuningdek Egamberdiyev ham. Demak, tengma-teng va marraga, gilamga bir vaqtda kirib kelishdi ikkalasi ham. Qoyil. Bunaqasi kamdan kam bo'ladi. Endi mana kurash bo'yicha kim qanday mahoratga ega. Egamberdiyev hamyurtimiz boshladi. Baholangani yo'q, lekin uqdik, tushundik, ancha mahoratli bo'ladi. Turish holatlaridan ham anglash mumkin. Shuningdek, Fayyozda ham mahorat bordek. Gilamdan chiqib ketish sportchilar. Kurash bo'yicha demak yaxshigina tajribaga ega. Mana shu harakatlardan ham tojikistonlik sportchida ham mahorat bor, otishga bo'lgan urinish yelkasi oshar, lekin Po'lat Egamberdiyev tayyor bunday urinishlarga. Qolaversa, harakatlardan ham mana shu ko'ryapsiz, ancha tayyor. Imkon bergandek, ammo Po'lat ikkinchi bor mana shunday urinish Fayoz tomonidan tojikistonlik sportchi ogohlantirish olinmoqda Po'lat Egamberdiyev. Ancha keskin kechyapti. Kuchlar deyarli teng. Yana urinish baholangani yo'q. Har ikkisida ham bu borada yaxshigina tajriba bor ekan. Musobaqalar ko'rgan, yaxshigina shug'ullangan. Endi mana ball berilyapti Po'lat Egamberdiyevga. Yaxshi. Hisobni ochdi u. Fayoz endi oldinga intiladi. Gilam chetida harakat Po'lat Egamberdiyev tomonidan. Yaxshi. Garchi baholanmagan bo'lsa-da, o'ziga bo'lgan ishonchni orttiryapti. Raqib oldinga intilmoqda Fayoz Ulumov. Chunki vaqt o'tib borayotgan vaqt uning zarariga ishlayapti. Kutyapti Egamberdiyev raqib hujumini va bu yerda yana balga ega bo'lmoqda Egamberdiyev. Ancha xotirjamlik bilan qo'lga kiritdi ana shu balni va bu bellashuvda albatta Po'lat Egamberdiyevning g'alabasi. Juda chiroyli g'alabani qo'lga kiritdi hamyurtimiz tojikistonlik Fayoz Ulumov ustidan. Mana bu harakatlar albatta samarali bo'ldi. Qoyil qolish kerak. Albatta tojikistonlik sportchiga ham omad tilaymiz. Mana toza g'alaba albatta mutaxassislar tomonidan ham e'tirof etilyapti. Biz esa siz bilan birgalikda plus 75 kg vazn toifasi, demak eng og'ir vazn toifasidagi sportchilar bahsini kuzatamiz. Bu Dinmuhammad Sirbasyev va uning raqibi tojikistonlik Samir Mahkamov. Demak, Tojikiston va Qozog'istonlik sportchilar o'rtasidagi bellashuvni kuzatamiz. Samirni ko'ryapsiz, Mahkamov. Hakamlar tayyor ularga, sportchilar ham shay. Bellashuvni boshlashga Dinmuhammad Sirbasevni ko'ryapsiz. Boshlandi bahs. Albatta, mana shunday o'ziga xos to'slardan tezlik bilan o'tish kerak bo'ladi. Endi mana to'sdan sakrab o'tiladi chaqqonlik bilan. Bularga muammo emas, chunki
Vazn ancha og'ir va bo'yi ham ancha yuqori va har ikkisi ham bir tekisda bajaryapti barchasini. Mana endi to'slardan sakrab o'tishmoqda. Jarima ishlagan ko'rinadi. Samir shu bois biroz ortda qoldi. Mana endi u to'slarni birin-ketin ustidan sakrab gilamga yetib keldi u ham. Bu borada Din Muhammad menimcha faollik ko'rsatdi. Mahkamov, Sarbasev, Din Muhammad bosh gilamda kurash borasida qanday ustunlikka ega va biroq Samir yaxshi boshladi. Mahkamov tojikistonlik sportchi. Halquvchi bosqich yetib keldi sportchilar. Xulosa qilish mumkin mana shu harakatlardan ham. Baribir Samir tojikistonlik sportchi Mahkamov ancha ustunroq ekan. Mana u muddatidan avval g'alabani qo'lga kiritmoqda. Tojikistonlik sportchi Samir Mahkamov. Albatta Osiyo ochiq chempionatining g'alabasini tantana qilmoqda Samir Mahkamov. Halquvchi final bellashuvini siz bilan birga kuzatdik, qadrli muxlislar. Qadrli muxlislar, siz bilan birgalikda poytaxtimizga JR Sport majmuasida tashkil etilgan universal jang bo'yicha Osiyo ochiq chempionatini birgalikda tomosha qildik Sport telekanalida. Albatta navbatdagi dasturlarda ham siz bilan birgalikda aynan mana shu musobaqaning navbatdagi keyingi bosqichini kuzatamiz. Shunday ekan Sport telekanalini tomosha qilishda davom eting. Sport hamisha hamrohingiz bo'lsin deya xayrlashamiz. Omon bo'ling.